raislarni o'yini ketyapti. Men Nilfarga 5 ketib bordimki, Gulirano Qosimova bilan gaplashganiga u faxrlanyapti. Jindi, sen dalbayob YouTube quroli bilan gaplashyapsan. YouTube qurolini sen adminasan. Hammani onasidan ketib borishga haqqing bor. Endi ayolda, endi balki ayol bo'lib turib, ayol deb tushungandir-da, qanaqa. Abror Mister tomonni. Ziyod opa, bilasiz, Abror Bohdur Alisini ham men batriga bog'lashimda o'zi siz mendan yaxshi bilasiz-da. Bilaman. Yazdan nima qilasan, bir Gulirano bir jalabdi, bir ko'talang degan, tarqalib ketgan, bir sharmanda degan fohishani. mana shu videosini ham ko'rganim yo'q, shuning uchun anaqa Timur. Hammaga aytasiz, ana video turibdi, Telegramda ko'ringlar deysiz. Hozir yana qaytib shunaqa bo'lyaptiki, targ'ibot degan narsa bor. Haligi nima deydi? Agitatsiya. Targ'ibot, agitatsiya bor. O'sha Galaboylik, ko'tlik targ'iboti O'zbekistonda hattoki prezident birinchi o'ringa shu narsani qo'yib bo'ldi o'sha. Mana ular men musulmonman, Shavkat Mirziyoyev musulmon dedi. Shavkat Mirziyoyevning musulmon bo'lganda edi, hech qachon Galaboylikni, ko'tlikni birinchi o'ringa qo'ymasdi. Qo'yaver, men bilan tortishman, dalil bilan, isbot bilan, fakt bilan keltirib beraman. Prezident oilasi, qizi, kuyovi kimligini men yaxshi bilaman-ku, hammadan ko'ra. Qaysi dinga e'tiqod qilishigacha bilaman men, dingacha bilaman. Ishonmas emas. Siyosatga aralashmayman, qo'ying. Yo'q, siyosat emas-ku. Bu prosta men o'sha davlat rahbari musulmon emasligini dalil bilan, isbot bilan keltirib beraman men. Prosta bu odamlar silishgan dalbayibdi bular, короче. Bular o'zlari qirol deb ishongan odamni, o'sha qirolni o'zidan dini boshqada bu. O'sha narsalarni bilyapti. Ziyod opa, короче, qo'shilmang bu temalarga. Bu tema gryazный tema. Bu tema очень gryazный. Quloq soling, like bosing, maza qiling. Men faqat u tinglovchiman, bilasiz-ku. Yaqindan hozir yozda ketib boraman yoki yana yil 27-yilda ketib boraman Amerikaga. Hozir grajansa protokat qilishyapti, Yevropa, Amerika, hamma, любой yer sharni tochkasini oladigan Yaponiyani men tanladim, Yaponiya fuqaroligini olmoqchiman. Lekin o'sha Yaponiya. Menimcha lekin emas, baribir Amerika fuqaroligini olmas shekilli. Yaponiya bilan Amerika turibdi, hozir tashyapti menga. Fuqarolik dollardan chiqib ketaman. Bu O'rta Osiyoga odam bermaydi. Bu baribirlar bilan. Bularni o'zi ham ishlamas, davlati ham ishlamas, xalqi ham ishlamas. Amini yegan, короче, xalq. Amini yegan davlat. Orasiz kelmi, короче. Men asabiylashmayman. Men yo'qoladigan bo'lsa, men faqat tinglovchiman. O'zini mullasini, o'zini aqlimini so'kib yurgan xalqda bu onayniskalarni biznes qo'yib yo'qolish kerak. Shuni biznes qo'yib yo'qib, yadrini bomba tashlab o'ldirib yuborish kerak. Chunki o'zini aqlimini, o'zini domlasini so'kkan xalq bu. Bu xalq odam bo'lmaydi, Ziyod opa. Ko'tingizni yirtib yuborsangiz ham, men ham hech kim bularni odam qilaman. Aleksandr Makedonskiy bularni odam qilmagan. Bular jalabdi bolalari, fohishani bolalari, birontasi odam emas. Bularni shunday korobkaga solib, yoqib yuborish kerak, yo'qotib yuborish kerak. O'rniga boshqa xalq topib qo'yib, indekslarni olib qo'yish kerak. Indekslardan foyda bor, lekin bu jalabdi bolalardan foyda yo'q. Bu shunaqa xalqimiz. Bir-birimizni ko'timizni kovlaymiz, bir-birimizni ko'timizni chuqurlaymiz. Faqatgina yomonlikka erishamiz, tamom. Yaxshilik bizdan chiqmaydi, olaymiz. Assalomu alaykum rahmatulloh. Aslida men nima degandim, kitobini men yozganman, Abror o'ziga o'zlashtirib oluvdi-da. Abror, ko'ryapsanmi? Men senga yilni boshidan beri qo'y bu temalar senga yarashmaydi degandim. Ko'rayotgandekman, yaqinda Shuhrat Musayevga ham o'ziga aytdim. Endi o'ylaymanki, sen, Shuhrat Musayev, Firuza Babasheva va boshqalar mana shu chatda ko'p o'tiradiganlar endi ko'zlaring sal moshlik ochiladi. To'g'rimi? Sizlarga masalan Shuhrat Musayev ko'plaringga aynan prezidentni so'kkanlari tashab berilgan, davlat idoralariga tashab berilgan, avvallari ham so'kkan, hokimlarni so'kkan, militsiya, prokuratura hammani so'kkanligi bor. Va men oxirgi videolarimda nima deyapman? Barcha mana shularga informatsiyani yetkazayotgan bu Timur Rais shouga, uni adminlariga yo mana shular ko'p odamlarimizni shantaj qilgan barcha dalillar ko'pi menda bor deyapman. Bular odam bo'lmaydi, bular qancha o'zimizning migrantlarni mana shunaqa qon qaqshatgan joylari bor, boshqa narsalar bor. Va hozir aynan Akmal Xodjayevni oqlayman deb qancha o'zimizni ichki narsalarimizni mana shu yerga toshishdi. Hech kim qolmasdan hammani so'kdi. To'g'rimi? Pastkashlarni aynan kuchi yetmaganligidan Abror esingda bo'lsa, men seni onangni so'kkanini boshqasini aynan nimaga senlarga signal berayotdimki, bu shunaqa, bu kechirim so'raydi, ertaga yana shuna qiladi-da. Va sen ahmoq, sen yoki akang, men bilmayman, akang degan zapislar turibdi, eslicho. Senlarni eshitsa agar tavba qilganmish. Menga qara, u sendan qo'rqmagan. U prosta o'zini auditoriyasi uchun, yo sen ahmoq ham auditoriyam bor uchun yo mana shu temada yutay deb hattoki iblis bilan shartnoma qilgandek bo'lding-da. Vaholanki buni kechirimi bir tinga qimmat edi. Bir tinga qimmat.
u sendan kechirim so'raguncha, agar darhaqiqat seni hurmat qilganida aroq, viski shunaqa narsalardan voz kechardi, so'kinishdan voz kechardi. Vaholanki senlar shuni ko'ra turib, sen akang yo mana shu Firuza Babasheva yo boshqalaring shuncha bizni xalqni so'kayotganligini ko'ra turib, butun boshli millatni, butun boshli vodiy ayollarni, mana hozir ham yana butun boshli millatni so'kdan. Yo nima deyapti? Eshit bunday. Shuning uchun men senga aynan urg'u berayotgandimki, ey, mana bunaqalar bilan davom olishib yurib, o'rtada obro'yingni to'kayapsan dedim. Vaholanki senga Hamid Sodiq, Kamoliddin Rabimov kabi insonlar senga qarshi chiqqanda men seni tarafingni olib chiqqan edimki, o'sha payt shuncha harakat qildim. Lekin sen ahmoq. Bittada meni nasabimni haqoratlading va avvalgidek aytganimdek, hali qiyomat yetmasdan sen itak уже в проигрышida, sen itak menga yutqazib bo'lgansan. Mana uzoqqa bormasdan mana ahvollaring ko'rinib boshlayapti. Shuning uchun davlat rahbariyatiga, Ichki ishlar vazirligi, DXX rahbariyati va boshqalarga men bugun ham kecha ham adashmasam aytdim Telegram guruhimdagi, kelinglar mana shu yerda bitvochik topaman men masalan davlat nomidan aynan mana shu narsalarni, dokumentlarni, buni avvalgi prezident so'kkanlari, hokimlarni so'kkanlari, militsiya xodimlari, boshqasini so'kkanlari hammasini videosi bor. Ularni ozgina просто перевод qilib, yaxshigina nima qilsa, mana shu yerni o'zida shuni tiqish mumkin. Yoki yana boshqa varianti bor. Bir, Rossiya bilan yaxshi bo'laylik deb, xuddi men aslida aytayotgandekki, Rossiya bozori bizga kerak degandek, xuddi shunday Aziz Hakimov degan bloger ham aynan shuni gapiruvdi va mana bu Nikita Makarenko va Sherzod Qudratxo'jayev, bular yari rusofoblar, aynan shularni tuhmati bilan u odam hozir qamoqda o'tiribdi. Xohlasalaringiz, davay kelishamiz. Sizlar Rossiyaga Aziz Hakimovni beringlar, Rossiya sizlarga Timurni beradi. Xohlasangiz, keyin shashlik qilasizlarmi, marinovat qilasizlarmi, xohlaganlaringizni qilasizlar. Aziz davlatimiz rahbariyati, oxirgi paytlarda bo'layotgan voqealar bular hech qaysi biri hazil emas edi. Shunga aytdimki, to'xtatinglar, bu yaxshilikka olib kelmaydi. O'zimizning ichki informatsiyalarni tashqariga bemalol beryapsizlar. Cheres bo'lsa ham bu yaxshilikka olib kelmaydi. Aslida sotqinlikni, vatanga xoinlikni qilayotgan odamlar, Abrorga o'xshagan odamlar, Firuza Babashevaga o'xshagan odamlar mana shuni chatiga kirib soatlab gaplashganda, Abror o'zingning kanalingda bir nechtasida bor, to'g'rimi? Men masalan Shuhrat Musayevga o'sha bir haftacha pashta bo'ldi. Gaplashdik. Hamma narsani tashlab berganman. Mana ko'ring. O'zbek xalqini so'kkanligini militsiya, prokuratura shu bunaqa gaplashmadik, lekin tashlab berganmanki, mana o'rganing deb. Mana uzoqqa bormadik. Men o'sha paytlar aytdim. Yo kecha ham xuddi shunday yana ahli oilam, Bokira qizim 5 mahol namozini o'qiydigan, musulmonlarni bayrog'ini baland ko'targan, 5 baholarni o'qib, O'zbekiston kunlarini mana shu yerda institutda ko'rsatgan O'zbekiston patriotlari, vatanparvarlarni shu darajada xorlaganiga kechki payt sal asabim ham buzilib ketuvdi. Allohga nido qilib aytdimki, qachongacha bu pastkashlar faqat meni nozik joyimdan oladi deb Allohga bir nido qiluvdim. Qur'onda ham shunaqa va'dalari borki, shunaqa Hazrati Oysha onamizga ham xuddi shunaqa tuhmatlar bo'lgan. O'zi Qur'on bu ibrat kitobi, payg'ambarlar hayoti biz musulmonlarga ibrat sifatida va men ba'zida xursandman payg'ambarlarning hayotidagi sinovlarni meni o'ylamga berganiga xursandman desam, darrov o'zini payg'ambarga tenglashtiryapti deydi. Vaholanki payg'ambarlarning hayoti bizlarga o'rnak. Shu uchun men Xudoga shukr, alhamdulillah deyman. Va mana alhamdulillah endi mana vaziyat bo'ldi. Mana endi vaziyat oydinlashdi. Ko'zlaringizni ochinglar. Bu avvallari ham bu narsani qiluvdi. Mana hozir ham Rossiyada turib nima deydi? Men Amerika, Yaponiya grajdanstvosini fuqaroligini olmoqchiman deyapti. Bu gapni u yil ham aytardi. Abror, sen agar odam bo'lganingda, senlarga shuncha aytilyaptiki, bu Sherali Jo'rayevni spiddan o'lgan degan, oilasini polni so'kib tashagan. Bu mana shunaqa oltiko'd, u tomonga ham o'ynaydi, bu tomonga ham o'ynaydi. Kechirimiga ishonasan, qo'yningga kiradi, keyin nima qiladi? Mana shu bola atrofidagi sotmagan adminlari qolmagan. O'sha adminlariga ham buni ozgina bo'lsa ham pul foyda bor, boshqa bor. Shuning uchun bir-biriga informatsiya olib kelib, sotib, aynan shuni orqasidan bular kun ko'rib yurishadi. Bularga aynan mana shu Timurni chati, aynan har xil boshqa blogerlar bilan tanishib, nima qilib ularni Telegramiga kirib, o'sha yerda o'zlariga yangi o'lchalar bular topishadi. Shuning uchun aziz davlatimiz rahbariyati, kelinglar, bu narsalar hech qaysi bir hazil emas. O'zimizning ichki xoinlarimizni topib, har bittasini topib jazolaylik. Sirojiddin Media ham avvallar ham aytdim, ma'lum xatolari bordir, lekin u odam mana bu Abror kabi, Firuza Babasheva kabi bu inson sotqin emas-da. Mana bular yolg'onni ko'ra turib, o'sha yerda masalan militsiya xodimlarini jinoiy xatti harakatlarini ko'ra turib yolg'on guvohlik beryaptimi? Bunaqa insonlardan hech qachon yaxshilik chiqmaydi. Oqni qora, qorani oq deyotgan odamlar ko'ra turib, bila turib, yo ayol bo'la turib Firuza Babasheva tem bo'lib o'zi erkakning tagidan chiqqan videolargacha bor inson vместо того, чтобы bir ayolni sha'nini o'ylab o'sha temani yopib, bosti qilib vatanimiz hozir itak
qiyin, masalan, butun dunyo tang ahvolda bo'lgan holatda shu uchun aytuvdimki, ey Abror, qo'y bu narsalarni, migrantlar haqida o'ylaylik, xalqimiz ko'paygan, ishsizlik, boshqa muammolar ko'paygan. Mana shu temalarda birlashib, xalqning siyosiy mafkurasini buzayotganlar ko'p, tashqi kuchlar har xil oqimlarga chaqirib yoki odamlar shunga interesi kam, ma'naviyatimiz buzilyapti va boshqa. Shuning uchun masalan mana shu Sheril Jo'rayevga ham 2 yil ziyod umrimni berganimning sababi aynan shu temada ham xuddi shunaqa tuhmat, yolg'on, fisq fasodlar shular ko'p edi. Vaholanki Sheril Jo'rayev millatimizning yuzi edi. U insonni har bitta qo'shig'i vatanparvarlik, u chuqur tafakkurga chaqiruvchi qo'shiqlar edi. Shu uchun sen kabi pastkashlar Abror 6 sekundda mana shunday qilib u odamni ham sotib tashlading. Xohlasang videolaring bor, o'zingning gaplaring bor, uni ham men chiqarib ko'rsatib ham beramanki, qanchalik sen pastkashsan. Va lekin mana hozir endi Alloh senlarni mana shunaqa qilib xorlayapti. Aslida men nima degandim, kitobni men yozganman, sen uni takrorlayapsan Abror. Bu kuningdan battar bo'lgin.